Assalomu alaykum. Barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan o'zimizning xonadondan har doimgidek bo'g'oz mollarini chiqarishlikda davom etyapmiz. Akalar, hafta kuniga dushanba 2026-yil 2-fevral sanasida turibmiz. Bitta Mickey Mouse bo'g'oz molimiz bor edi. Sizlar uchun mana sotuvga chiqaryapmiz akalar. Molimizni yeb ichishi qanaqa deganlarga yeb ichishiga javob. Zo'r yeb ichadi, quruq somonda ham yuradi. Tanajoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. O'ta ko'chat klass narsa akalar. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul akalar. Voha tomonlarga kelishilgan holatda gaplashaveramiz. Xo'p, buni endi ma'lumotini berishlikni boshlaymiz akalar. 8 oylik bo'g'oz 7,5 oylikka hisoblab qo'yaverasizlar. Ikkinchi qoringa kurakchi 6 ta, bo'ylari 1.30. Hop. 7,5 oylikka olaverasizlar. Buni puliga keladigan bo'lsa akalar, puliga 36 million ozgina kami bor. Ko'p emas, ozgina 36 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Sifatini qaranglar buni. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas akalar mol. Mickey Mouse so'ragan aka-ukalarimiz ko'p edi. Sizlar uchun mana sotuvga chiqardim akalar. Topib kelib. Ikkita emas, bitta boqaman. Zo'rini boqaman degan akalarga jo'natib qo'yasizlar mana shu videoda akalar. Kanalimiz yanada rivojlanishi uchun like, podpiska bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlaringizni yozib ketasizlar akalar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Har doimgidek. Hop, akalar, har doim mana kelishib sizlar bilan ish qilyapmiz. Bu molni ham kelishtirib beraman, xudo xolasa. Molimizga gap bo'lishi mumkin emas, tanajoni sog'ligiga, yeb ichishligiga. Keyingi efirlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'yamiz.